Bu lekon qancha mashina? 30 million. Aka 30 millionlik davra o'tib ketdi-da buni. Bitta narx aytaman. 23 million bo'lsa berasiz. To'g'ri kelmaydi. Nech pul to'g'ri keladi? Yomon aytmabman, 23 million zo'r narx bo'ldi. Bering. 26 bo'lishi. 26 emas, 25 million 500 ming so'm berdingizmi? Bo'ldimi? Bo'ldi. Mana ko'rib turganlaringizda yangi rabotchi Nevachamiz 25 million 500 ga savdo bo'ldi. Mashinamiz yillari 87-yil ekan. Hujjatlarda hech qanaqa problemasi yo'q dedilar. Xohlasa daverimiz, xohlasa afomet, xohlasa generalga beraman dedilar. Hech qanaqa muammo bo'lmadi dedilar. Keyin yana nima demoqchimiz? Qo'llarda 500 dollar, 1000 dollar pullari bo'lsa, mashina shuni yoqib qolgan bo'lsa olaman degan bo'lsalar, oz-mozini kutayotgan joyi ham bor ekan akalar. Barter degan bo'lsalar, variantga biron xil mashina chiqib qolib barter bormi desangiz, uni ham bir kelishib ko'rar ekanlar. Aka bilan o'zingizga nomerlarni qoldirganmiz, suhbat qilib ko'rasizlar. Ko'rib turganlaringizdek, to'rtta yangi balon taqilgan, diskalar o'zi bir alohida tema, cho'tki tutadi, mashina ideal holatda. Ichki holatlarini ko'rsatsak, ichki holatlari ham ajoyib tutadi. Buni faqat shu Axotada shu Neva haydab yurganlar bilar ekan. Akamiz o'zi shu ova qizi ham shuning uchun olgan edim mashina, o'zim uchun qilgan edim deb, mana arqa taraf xadovoylari va amortizatorlari dvayno qilingan ekan, propan gaz ballonlarda turibdi. Boshimiz juda ham ideal holatda turibdi. Yana bilmadim, yana nimalardir bo'lsa, akam o'zi nomerlarini qoldiramiz, telefon qilib bemalol so'rayverasizlar. Mana fortishkachalari bo'lar ekan, arqa tarafi bu ham bir nima dedi, Axota uchun qilingan ekan. Men buni tushunmadim, qandaydir ochilar ekan. Hammasini o'zingiz ochib olasizlar. Lekin mashinamiz juda ham ideal turibdi. Mana oynalar elektronli qilingan. Shu ishlari, pultlari bor. Mashinamizni motorda, xadovoyda hech qanaqa xarajati yo'qdi. Kelasizlar, mashina olasizlar, ketasizlar. Mashincha juda ham ideal turibdi. Nomerlarni qoldirganmiz, bemalol aloqaga chiqib, akam o'zi bilan savdo qilinglar. Yana biror nima o'tishib berishlari mumkin. Yangi rabotchi, obuna bo'lish esingizdan chiqarmanglar. Bundan ham zo'rlar hali sizlarni kutmoqda.